Ustozimiz Turon Fanlari Akademiyasi akademigi, ilmiy xodim, Shifo klub spikeri Abdurashid Safarovga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Ustoz, xolasangiz o'tirib gapirishingiz mumkin, xolasangiz bu yoqqa chiqarib beramiz. O'tirib gapirasiz. Mayli. Mavzulari xafaqon va zamonaviy tibbiyot. Assalomu alaykum hammaga. Xalqaro bo'yicha Ibn Sino bo'yicha xafaqon kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Xafaqon kasalligi endi juda mashhur kasallik. Vrachlar orasida ham, xalqlarimizda ham xafaqon kasalligini odamlarimiz ko'proq gipertoniya deb o'ylashadi. To'g'ri, bu ichida gipertoniya kasalligi ham bor, lekin Ibn Sino tib qonlarida chuqur o'rgansak, sal boshqacharoq. Xafaqon kasalligiga o'nlab kasallik kiradi. Yurakning anatomik fiziologik holatini ko'rsak, Ibn Sino davrida undan avvalgi tavbatda ham sal boshqacharoq kelgan. Zamonaviy esa dalillarga asoslangan, ko'ringan narsani e'tiborladi, lekin Ibn Sino davrida boshqa holatlarga hisobga olingan. U paytda tafakkur bilan ishlangan. Endi Ibn Sino tib qonlari ko'rganimizda birinchi asosiy falsafiy asoslari unsurlarga asoslangan. Unsurlar to'g'risida yozgancha aytib ketamiz. Unsurlar demak 4 ta unsur xaltavatida: to'proq, suv, havo va olovdan iborat. To'proq deganda nima tushunamiz? Zamonaviy tilda olganimizda to'proq bu og'ir metallar, har xil anorganik, organik moddalar, shuningdek bakteriya flora. Buning roli qandayki, to'proqqa tushgan narsani chiritib, buni tayyorlab beradi. O'simliklar orqali o'sadi va odamlar organizmiga kiradi. To'g'rimi? Koinotda aytamiz, bunda aktivlangan energiya ham bor, quvvat ham bor. Ikkinchisi suv. Suv bu hayotda sof holatda bo'lmaydi, suv doim aralashgan holatda bo'ladi. H2O o'zi sof holatda bo'lmaydi. Har xil tuzlar, mikroelementlar, ionlangan moddalar, o'zimizda o'lik suv, tirik suv deymiz-ku, aktivlangan suvlar bo'ladi. Suvning 3 ta xossasi bor. Og'ir holatda bo'ladi, suyuq holatda va gaz holatda bo'ladi. Inson organizmida ham shu ishlaydi. Tabiatda ham shu 3 ta holat buzilsa, koinot buziladi, tabiat buziladi, to'g'rimi? Muzlar eriksa suv bosib ketishi mumkin. Endi uchinchisi havo. Havoda ham nima gazlar bor? Kislorod, inert gazlar, keyin boshqa ionlar bor, namlik bor, to'g'rimi? To'rtinchisi olov. Olov deganda nima tushunamiz? Olov bu energiya. Bu yoqadigan olovni tushunmasimiz kerak. Inson tanasida energiya bor, to'g'rimi? Misol keltirib aytsak, insonda nerv yo'llari shunchalik uzunki 500 ming kilometr yoki oyga borib keladigan nerv tarmog'i bor insonda. Buning ichida energiya, quvvat yuradi, impuls yuradi, to'g'rimi? Impuls uchun qancha energiya kerak bizga? Mana shunda o'z davrida Ibn Sino olimlar buni aytib ketgan, ta'kidlab ketgan. 3 ta ruhiy quvvat bor. Bittasi yurakda, ikkinchisi nerv markazi bosh miyada, uchinchisi jigarda. Yurakdagi arteriya bilan birga ishlaydi. Bizda arteriyamiz uzunligi qancha? 40 ming kilometr. Vena arteriyalar 60 ming kilometr. Insonda 100 ming kilometr qon tomir bor. Shundan 40 ming kilometrda qon tomir doim yurak bilan parallel ravishda qisqarib boradi. Biz medinusda o'qimizda yurakning mana pulsning paydo bo'lishini mexanika olgan. Yurak qisqarib borganda qon chiqish natijasida puls paydo bo'ladi degan. Aslida unaqa emas. Demak, bu energiya butun tanamizda, har bir hujayralarımizda bor ekan. Shuni ta'sir natijasida insonda mizoj kelib chiqadi, mizoj. Mizoj o'sha 4 ta unsurlarning ko'pligi, kamligi hisobiga insonda o'ziga xos mizoj bo'ladi. Endi ko'p kitoblar 4 taga keltirgan, aslida bo'lsa 70 tagacha bo'linadi. Insonning mizoji 70 ta mizojga bo'linadi. Demak, mizoj unsurlarning kam ko'pligi qo'shilishi natijasida kelib chiqadigan quvvat, energiya. Endi mizoj bilan xiltning farqi bor, xilt. To'g'rimi? Ko'p kitoblarda ikkalasini aralashtirib tashlaydi. Xilt temperament, mizoj va natura. Buni ajratib olishimiz kerak. Bu katta narsa. Demak, xilt, mizoj bu unsurlar qo'shilishidan kelib chiqyapti. Xiltlar bizni yegan ovqatimiz xiltga aylanadi, suyuqlik. 4 ta bor: sangvinik, xolerik, flegmatik, qon, balg'am, safra, soda, melanxolik. 4 ta, to'g'rimi? Butun Yevropa meditsinasida ham o'sha tan olingan, ko'p o'rganilgan, ko'p chuqurlashib ketgan temperamentda. Lekin mizoj ilmi Yevropada qolib ketgan. Mizoj bilan xiltni ajratishimiz kerak. Yegan ovqatimiz demak bu xiltga aylanadi. Xilt bu boshqaruvchi sistema. 4 ta temperament bo'ladi-ku. Mizoj u ijrochi, mizoj bajaradi. Mizoj ichki a'zolarimizdagi
har bir hujaydagi vazifasini, funksiyasi, immunitet sistemani ijro sifatida bajaradi. Faqat buni boshqaruvchi temperament. Immunsinoda mana mo'tadil va nomo'tadil mizojga bo'linadi. Nomo'tadilning o'zi 16 ga bo'linadi. 8 tasi oddiy va murakkab, keyin xilt bilan birga kelsa 16 ga bo'linadi. Xilt bilan demak 50% holatlarda mizoj va xiltni kitobda birgalikda olib ketyapti. Shuni ajratib olsak yaxshi bo'lardi. Endi yana o'zimiz temamizga kelamiz, xafoxon kasalligi. Bu Ibn Sinoda yurakning anatomik va fiziologik holatlari hisobga olingan. Bunda yurakning to'qimalari qanday bo'linadi? Mushaklar, nerv sistemasi, qon tomir va uning g'ilofi bor. Pardasi bor, perikard, to'g'rimi? O'sha kasallar hammasini Ibn Sinoda xafoxon kasalligi keltirgan. O'tkazish sistemasi buzilishi, masalan, aritmiyalar, sinusoid blokadalar har xil, yo miokardit, miokard, stenokardiya, infarkt, taxikardiya, endi u paytda qon bosimini o'lchaydigan apparatlar bo'lmagan, to'g'rimi? Qon bosimi ham albatta kirib ketgan. Demak, xafoxon degan kasallikni biz e'tibor olganimizda hozirgi meditsinada yurak qon tomirining juda ko'p kasallarini olishimiz kerak. Bu bo'yicha albatta qisqa 20 minutda chuqur olmaymiz. Bu to'g'risida ko'proq ishlab qilinish kerak, ko'plab kitoblar yozilib, alohida ajratsa yaxshi bo'lardi. Xo'sh, endi xafoxon kasalligi bir keltirdik. Hozirgi zamonaviy meditsina bilan o'xshashlarni keltirdik. Xafoxon kasalligi ta'sir natijasida yurakning urishini o'zgarishi deb keltirilgan Ibn Sinoda. Yurakning to'qimalari o'zgarishi. Xafoxon kasalligining sabablaridan kelamiz. Sabablari birinchi xilt o'zgarishidan bo'ladi. Mizoj bilan xiltni bitta qilib ketaveramiz. Boyagi 50% o'xshaytirdik-ku. Birinchi qon xiltining o'zgarishi. Qon xilti miqdor jihatdan oshib ketishi mumkin, keyin quvvati oshib ketishi mumkin. Miqdor jihatdan oshib ketsa, zamonaviy meditsinada ham machigonni qiladi, qon olib tashlaydi-ku. Masalan, qon bosimi oshganda yo boshqa qonlarda ham to'liqli oshib ketadi. Ikkinchisi qizib ketishi mumkin. Biz xalqimizda yurak ursa, charchasa limon ichadi-ku, sovutish uchun, to'g'rimi? Uchinchisi qon xilti g'ayri tabiiy holatda keladi. Keyingi xiltimiz bu balg'am xilti. Balg'am xiltining manfaat va zaruriyati buzilganda, buni hozir qisqacha aytyapman, o'tgan anomimizda buni kengroq aytdik. Bu yana har bittasi alohida bitta tema. Masalan, qon xiltining o'zi bir 2-3 soat gapirsa ham tugamaydi. Balg'am xilti ham qisqacha aytishga harakat qilaman. Balg'am xilti bu shildiq. Shildiq bo'lib, bizning shildiq qavatlarimiz joylashgan. Masalan, badanimizda oshqa ichak sistemasida, nafas, siydik yo'lda shildiq qavatlar bor. Keyin tanamizdagi masalan mushaklarda tollar ichiga joylashgan, limfada, likvor suyuqligida joylashgan. Keyin bo'g'imlarda joylashgan. Bosh miyani oziqlantiradi. Bosh miya 60% yog'dan iborat. To'g'rimi? Ibn Sinoda o'sha paytda balg'am xilti bilan oziqlantirib ketgan. Demak, balg'am xiltining manfaat zaruriyat buzilgandan keyin qon tomirlarida yog'li bilashkal paydo bo'ladi. Boya aytganimdek, yurak va arteriyalar bitta idish, bitta a'zo. O'sha arteriyalarda ateroskleroz bo'ldimi, arteriyalarda yog'li bilashkal paydo bo'ldimi? Demak, bu balg'am xiltining o'zgarishini hisoblaymiz. Balg'am xiltining 8 ta g'ayritabiiy holati bor. Bularning birinchisi o'sha xafoxonga olib kelishi mumkin. Uchinchi xiltimiz safro. Safro xilti bu. Safro xilti qon suyultirib, tiqilmalarni ochadi. Keyingisi safro xilti. Safro xiltining o'zi manfaat va zaruriyatlari bor. Manfaatlari, zaruriyati bu manfaatida o'qsak, qon tomirlarida tiqilmalarni ochib, qonni ma'lumotni suyultirib beradi. Safro yetishmay qolsa, tiqilmalar paydo bo'ladi. Har xil infarkt, insult, tromblar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu doim muvozanatda saqlashimiz kerak. Keyingisi savdo xilti. Savdo xilti bu qon tomirlarini mustahkam qiladi, sementlab turadi. Savdo xilti yetishmasligi tufayli qon tomirlari bo'shab qoladi. Har xil suyuqlar badanga tarqab ketishi mumkin. Keyin yana sabablardan tiqilmalar. Tiqilmalar bu qon tomirida ham bo'lishi mumkin, boshqa a'zolarda ham bo'lishi mumkin. Endi bu xafoxon kasalida qon tomirlarida bilan tiqilmalar. Tiqilma bo'lish uchun va 4 ta xiltimiz o'zgarishi kerak. Quyuq suyuqlik o'zgarishi kerak, yopishqoq bo'lishi kerak. O'sha tufayli har xil tiqilmalar bo'ladi. Tiqilmalar ham bu murakkab kasallar hisoblanadi. Keyingisi shishlar. Keyingi yil tufayli kelib chiqadigan xafoxon. Yil ham bu mashhur, tavbatda meditsinamizda yo'q narsa, aniqlanmagan. Yil 2 xil bo'ladi. Issiq yillar, bug'lar deydi va sovuq yillar.
sovuq ovqatdan paydo bo'lsa, bular demak yel deydi. Agar issiq ovqatlardan bo'lsa, kuchli ovqatlardan paydo bo'lsa, gaz deydi. Ba'zi indikan gazlar ko'p medisinada. Butun tanamizda ham bo'lishi mumkin. Qorin bo'shlig'i, ichakdan tashqari qorin bo'shlig'ida, hujayralarda ham gaz paydo bo'lishi mumkin. Buni bug' deydi, issiqdan paydo bo'lsa. Immunitetni bo'lib ketgan. Bu faqat yengil formasi bo'ladi. Keyingisi shishlar. Shishlar masalan yurak qon tomirida shish bo'lishi mumkin. Kam uchraydi. Yurakning mizoji issiq bo'lganligi uchun unda issiq shishlar kamroq bo'ladi, sovuq shishlar bo'lishi mumkin. Perikardda bo'lishi mumkin. Juda kam uchrasa ham bo'ladi. Buni o'z davrida Ibn aytib ketgan. O'sha xafon kasalligiga qo'shib ketgan. Keyin bu insonni faqat yurak qon tomiridan tashqari boshqa a'zolarni ta'sir qilishi mumkin. Masalan, umumiy zaharlanishlar, isitmalar, ichib ketishlar, keyin boshqa travmalar, har xil psixoemosional holatlar ham xafaqon kasalligiga olib kelishi mumkin. Bu hamkor a'zolarning yo boshqa a'zolarning birgalikda ketishi mumkin. Masalan, prostata bezining yog'lanishi yurak qon tomirining to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Yo bachchadan bug'ilishi yurak qon tomiri ta'sir qilib xafaqonga olib kelishi mumkin. Endi buning asosiy klinik belgilari aytganimda juda ko'p kasallik, o'sha uchun bunga ko'p to'xtalmaymiz. Xafaqon to'g'risida qisqacha shu savollar bo'lsa, marhamat. Qon tomirda balg'am manfaati buzilganda, yog'lanish buzilganda ham chandiqlar kelib chiqadimi qon tomirda ham? Yo'q, bu faqat yog' almashish buzilishi balg'am xilti bilan chandiq paydo bo'lishi endi boshqa organizmda boshqa o'zgarishlar tufayli kelib chiqadi. Yog'lab turishi buzilsa chandiq hosil bo'ladimi qon tomirda? Bo'lishi keyingi etapda bo'ladi. Masalan, bizda mushak bor, 45% mushak, to'g'rimi? Tanamizda silliq mushaklar, yurak qon tomir mushaklari, keyin ko'ndalang tag'ir mushaklar. Mushaklar orasida, tollarning orasida ham yog'lar bor, balg'am bor. O'sha yog'lash buzilsa ham fibromiyozit, miyozitlar kelib chiqishi mumkin. Yurakda ham qanaqa mushaklar bor-ku, yurak mushaklari. U alohida o'xshaydi. Silliq mushakka bir hisob o'xshasa, bir hisobdan ko'ndalang tag'ir mushakka o'xshaydi. Funksiyasi jihatdan silliq mushaklar o'xshaydi. O'shaning orasida ham balg'am yetishmay qolgandan keyin mushaklar ishqalanish paydo bo'lib, u yerda oziqa buziladi. Keyin chandiq biriktiruvchi to'qimadan keyin chandiq kelib chiqadi. Organizmda immun sistemi o'zgarib ketgandan keyin autoimmun jarayonlarda chandiqlar keyin paydo bo'ladi. Masalan, infarktdan keyin qo'shilib ketyapti, keyin infarktdan keyin chandiqlar paydo bo'lishi mumkin. Bu bir necha xilning birgalikda buzilishdan kelib chiqadi xafaqon. Rahmat. Kimda savollar bor? Balg'am qaysi vaqt qonga aylanishi mumkin? Qonga aylanadi-yu. O'shani bilmayman. Balg'am xilti to'g'risida gapirayotgan bo'lsak, balg'am xilti qachon qon yetishmay qolsa, qon yo'qotilganda bu zaruriyat jihatdan qon xiltiga aylanadi. Bu qon balg'am hozir biz aytganda oqsillar, har xil oziqalar bo'ladi, qonda doim yuradi. Qonda balg'am xilti ham, qon xilti ham, safra savdosi ham birgalikda yuradi doim. Rahmat. Ustoz, lipomalar, har xil tanadagi shishlar, lipomalardagi yog' bezlari nimadan kelib chiqadi? Uni qanday davo qilsak bo'ladi? Qanday davo choralarini ko'rsak bo'ladi? Lipomalar o'zimiz tekshirish tajribamizga natijasida aytaman. Bu lipomalar balg'am xiltining g'ayritabiiy holatidan kelib chiqadi. Balg'am xiltining 8 ta g'ayritabiiy holati bor. Bunga yana alohida to'xtalishimiz kerak. Lekin lipoma shu balg'am 8 ta g'ayritabiiyning bittasidan kelib chiqadi yoki ikkitasidan kelishi mumkin. Qon tomirlarni torayishi, torayib qolishi. Mana shuni xil jihatdan ozgina tushuntirib bering, iltimos. Qon tomir torayishi, stenozlar, aterosklerozlar bo'lishi mumkin va asosiy bu yerda balg'am xilti o'zgarishi bilan tashqari safro bilan qon xilti ham o'zgarib ketadi. Balg'am xilti qon tomirda oziqlanish buzildi-ku, balg'am masalan g'ayritabiiy holatga keldi. O'sha mahalliy joyda qon tomirda yog'lash buzilib qoldi. Qon tomir qisqarish va arteriya yoki vena qon tomiri oziqa buzilgandan keyin albatta bu ruhiy quvvat bilan bog'liq ketadi. Ruhiy quvvat o'zgargandan keyin asta-asta keyin savdo ham qo'shiladi. Biz organizmni taroziki 4 ta xil doim bir-biriga ishlash kerak. Bitta xil ko'paysa, ikkinchi xil teskarisi kamayadi. Shuning uchun muvozanatni saqlashimiz kerak. Masalan, balg'am xil kamaydi, unga teskarisi bo'lgan xil ko'payishi mumkin. G'ayritabiiy holatlarda u boshqacharoq ketadi. G'ayritabiiy holatlar mahalliy miqyosda ketishi mumkin, keyin hujayra miqyosida, a'zolar miqyosida ketishi mumkin. Qon tomir miqyosida olganimizda har bir qon tomirning o'ziga yarasha zonalari bor. Masalan, refleks ekan zona deymiz. Ustozlarimiz aytardi, har bir buriladigan joyda bitta zonalar bor. Ruhiy quvvatlar. Bizda yetgan ovqatlarimiz jigarga borgandan keyin har bir oziga borish uchun o'sha